Ushbu holat ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Mana ko'ribsizlar. Haydovchida ham, piyodada ham bu yerda ayb bor. Piyoda yoki piyodalar yo'ldan o'tish vaqtida yo'ldan yugurish mumkin emas. Maxsus zebra chiziqdan o'tayotgan vaqtda sekinlashib qarab, transport vositasini avtomashinalar to'xtaganligiga yoki yo'liga ishonch hosil qilib keyin o'tish kerak. Bu vaziyatda bizlar mana piyodamiz yo'ldan yugurmoqda va shu oqibatda yo'lni o'tkazmasdan kelayotgan Cobalt haydovchisi urib yubordi va ketib qoldi. Hech qanaqa yordam ko'rsatmasdan yaxshi ham holat og'ir oqibat bilan yakunlanmagan. Ushbu holat joriy 2-may kuni Nukus shahrida sodir bo'lgan. Avtomashina hamda haydovchi aniqlangan va hozirda shu tegishli tashkilotlar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Cobalt avtomashina haydovchisi 2 balli jarimani qo'lga kiritdi. Eslatib qo'yamiz, mana shunday vaziyatlarda to'xtab kelib yordam berish kerak. Haydovchilardan piyodalar o'tish yo'llaridan maxsus yo'l belgilab ko'rgan vaqtda sekinlashib, piyoda va piyodalarga yo'l berishni so'rab qolamiz. Yo'llarda haydovchilardan, piyodalardan belgilangan yo'l harakat qoidasiga rioya qilishni so'rab qolamiz. Yo'ldagi xato hech kimni kechirmaydi. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. O'zinglarni asranglar. Bu videoni hamma yurtdoshlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.